Ural aka yangi partiyada qo'y olib keldingizmi aka, xudo xolasa, dalan qo'ylaridan. Olib keldim, mana ikkitasini mana ushlab turibdi, ko'rib olavering. Bari shunday simjon. Akalar, mana shunaqa simjon holatlar zo'r bo'lgan dalani qo'ylaridan so'raganlar uchun akalar, yaxshi holatdagi to'qli qo'ylarimiz yetib kelgan akalar. Bemalol qo'y qilaman deydigan odam mana shunaqa dalani qo'ylaridan bemalol bosib yuboradigan joyi. Mana sariqqa e'tibor beraydi, rangi o'ta bir ochiq turibdi. Chiroyli akalar sariqchalar. Xudo xolasa mana simjon hammasi udar bir-biridan zo'r bo'lib turibdi. Do'stlar, xudo xolasa 31-yanvar sanasi bilan Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq qishlog'iga Ural akamiz oldiga yetib keldik. Akamizda 32 bosh to'qli qo'ylari bor ekan. 10 oylik, 11 oylik shunaqa atrof to'qli qo'ylari. Ural aka, xudo xolasa yeb-ichlardan muammo yo'q aka? Yo'q. Yeb-ichlardan xudo xolasa muammo yo'q deyapti akamiz. Yedirib ko'rib oladi Ilhomjon. Gapi yashang, baraka toping. Bo'ylarni 75 ming solaveramiz, 75 ham chiqadiganlari bor. Narx-navosini Ural aka nechta pul qilib beramiz aka? Aytdim-ku 3,5 dan dastlabki qilib beraman, 3 million 400 dan o'zlari dastlabki qilar. 3 million 400 ming so'mdan akalar olib ketaverasizlar. To'g'ri, bozorda akalar to'g'li topish ham, yaxshi to'g'li topish qiyin bo'lyapti. Shuning uchun so'raganinglar uchun yaxshi joydan ko'rsatib o'tamiz. Bittalar aktiv bosib qo'yib, pastdagi nomerga chiqib, bemalol qiziqqanlar bo'lsa savdosini bitirib olsanglar bo'ladi do'stlar.